Hürmetli obunachilar, navbatdagi savdamiz 2015-yil Gentra mashina bo'ldi. 180 mingni yurib turibdi. Pokoleniya metallari, yumshoq balon, qimmat chexol, polik hamma narsasi bor, tayyor. Bir tomchi kraska yo'q, bufellar ham rodnoy edi. Mashin Daewoo Gentra lekin ko'psida ABS bo'lmaydi, aerobag bir tarafida bo'lmaydi. Bunda hamma narsa bor. Davlat ishida ishlaganligi sababli videoga tushishni xohlamadi. O'zlari voyinida ishlaydi. 91 million so'mga naqd bilan haqiqiy ishtirok berdik. Ana 2-3 adam xaridor bo'ladi, nasibasi bor odam oldi. Like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Sotilgan mashinamiz 2015-yil Gentra, sastenasi 22-23 deng. Yine 7 polik hamma mo'ji bor. Sotiladigan mashinalarimiz olsam bemalol kelaverasizlar. Shu yerda besplatniy reklama etib sotib beramiz. Rahmat, sog' olasizlar.